Ramazon oyida qorinni anchagacha to'q tutadigan mazali, to'yimli, yumshoqqina go'shtli non tayyorlaymiz. Bismillah deb idishimizga sut, eritilgan saryog' yoki margarin, dro'ja, shakar, tuz solib, yaxshilab aralashtirib, un solib olamiz. Yumshoqqina xamir qorib olamiz. 20 minutga tindirishga olib qo'yamiz. Endi nachinkasini tayyorlab olamiz. Mayda to'g'ralgan piyozga go'sht, ziravorlar, tuz, o'simlik yog'i solib, aralashtirib qo'yamiz. Tingan xamirimizni 4 ta zuvolaga bo'lib olamiz. Har birini 4 burchak shaklida yoyib, bir chetiga go'shtli nachinkadan solib, go'sht solingan joyini yaxshilab chimdib chiqamiz. Qolgan qismini oxirgacha yetkazmasdan kesib chiqamiz. Rulet shaklida o'rab, ikki tomonni yaxshilab birlashtirib olamiz. Duxovka listiga joylab, ustiga tuxum sarig'i surib, kunjutdan sepib, oldindan qizdirilgan duxovkada pishirib olamiz. Siz ham to'yimli, mazali, yumshoqqina go'shtli nondan albatta tayyorlab ko'ring. Ikkitasini pishirdim, ikkitasini muzlatishga olib qo'ydim. Ramazon oyida foydalanaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchan bosish esingizdan chiqmasin.